Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Kommentariylarda ko'p savol bo'lyaptiki, gidroponikamiz achib qolyapti, mog'orlab qolyapti. Nima qilsa bo'ladi? Birinchi masala, xonada temperatura 18 dan 22 gacha bo'lishi kerak. Namlik 72%. Mana hozir namlik sal ko'proq, buni sal shamollatib yuborish kerak xonani. Ikkinchi masala, arpani cheliga solishdan oldin yaxshilab chayib yuboramiz 1-2 marta, keyin ivitib qo'yamiz. Uchinchi masala, mana bu boksda mana xaltaga solganda 2 mahal albatta uni yana chayib, yana mash xaltasi bilan boksga qo'yiladi har 12 soatda. Uchinchi masala, mana bu latoklarimiz, bokslarimiz, cheliklarimiz hammasi toza bo'lishi kerak. Mog'orlash nima hisobiga bo'ladi? Asosan kirli hisobiga. Chunki o'sha mana shu arpamizni tepasida qum bor, har xil bakteriyalar bor, shular mog'orlatib yuboradi. Shularga e'tibor qilamiz.